Allergiya tabiiy jarayonmi yoki signalmi? Har yili yangi allergiya. Nega shunday? Mening amaliyotimda shunday bir bemor bo'lgan. Butun umr selyotka yegan, bir kuni to'satdan allergiya bo'lib, yeya olmay qoldi. Nega? Orttirilgan allergiya o'zingizning xato odatlaringiz natijasi. Noto'g'ri ovqatlanish, stress, ichak faoliyatining buzilishi, organizmdagi zavod sozlamalarini buzilishi. Tug'ma allergiya esa nima? Bu ona homilador paytida organizmdagi nosog'lom muhit tufayli bolaga o'tadi. Ko'p dori ichish, zaporlar, immunitet pastligi, allergik ona, allergik ota. Yechimi bormi? Albatta. Allergiyani bartaraf etish mumkin, lekin bu 2 kunlik emas. Tabletka bilan ham emas, bu organizmni qayta tiklash. 2 marta yilda detoks dasturini o'ting. Bahorda yengil tozalash, kuzda esa chuqur tozalash, fermentlar va yog'lar ichakni tozalash bilan. Yil davomida ichak, jigar, limfa tizimi, nafas olish organlari va asab tizimi bilan ishlang. Yodda tuting, organizm tabiiy ravishda toza bo'lsa, allergiya ketadi, har bir hujayra yangilanadi. Agar siz ham kloritinsiz hayotni boshlamoqchi bo'lsangiz, buni uddalash mumkin. Faqat yo'lni to'g'ri tanlang. Mutaxassis dasturlari, detoks kurslari va maslahatlar uchun yoki bio bo'yicha murojaat qiling. Qulupni yeysiz, ko'zingiz qichiydi, shirinlik yeyapsiz, burningiz oqadi. Bular allergiyami yoki tanangizni sizga qilgan xafa bo'lgan gaplarimi? Allergiya bu signal. Tabletka ustiga tabletka, bu signalni o'chirish, to'g'ri detoks ovqatlanish, organ faoliyatini to'g'rilash, bu signalni tushunish. Men 5 yil davomida allergiyadan xalos bo'lgan odamlarni ko'rdim. Bu imkonsiz emas. Albatta buni to'g'ri yo'lni tanlash bilan muvaffaqiyatga erishishingiz mumkin. Marhamat, sizga bu mavzu qiziq bo'lsa, Telegram kanalimga ulaning.